11. qism. Mana, bugun Gulnoziyaning to'yi bo'lyotidi. Gulnoziya oppoq to'y ko'ynagi ichida xuddi oq atirguldek ichilib o'tirmoqda. Xushalliqdan uning og'zi yumilmayli qolgan edi. Farhod bugun qaysidir bir qavoxonada xuddi bilmagidek darajada ichib, oldiga dadisi kelib qolsa-mu tonmog'idek mast bo'lib ketgan edi. U azaldan haroq ichib baxmagan. Gulnoziyaning qilganlari uning jon-jinidan o'tib ketgan edi. U mana bugun tunji qitim ish tashildi. Texi bugunla emas, 3 kungacha u da maktabga bormadi. Uning uydagilari uni topolmay, boshqalarning Farhodning telefonida telefon berib, uning bar yerini deb bergandila, ondan uni qaytarib akilib oldi. Uydagilarmi uning buncha tugishib ketganligidan ichishib ketdi. Farhod azaldan bundoq ishlarni qilib, ularni ansirtmaydi. Ular bundoq ish biladigan, shunchalik axloq fazilatlik, har qanday bir ishlarni to'liq iditlik bilan bir taraf qiladigan bu o'g'lidan faxrlanib yuradi. Ammo bugungi kunda bu o'g'liga zotinim bo'ldi. Qanday narsa uni bu holga akilib qo'ydi. Bu 3 kun jarayonida Farhodning dadisi maktabga Farhodning og'rib qolganlik isbotini olib berdi. Bechora dada qanday qila oladi? O'g'lim haroq sharob ichib, mas'alas yuriydi, shunga xizmatga kelolmaydi deyadi sunmu. 4-chi kuni saharda Farhod xizmat formasini kiyib, chochlarini ratik tarab yotoq uydan chiqib keldi. Dadisi uning yana bir yerlarga ketib qolishidan ansirab, uning oldiga kelib, amdala eg'iz ochay deb turishiga Farhod dadisining nima demoqchi bo'lganligini pamlab bo'lg'ay. Bo'ldi dada. Gap qilmang. Necha kundan sizlarni bek ansirtib qo'ydim. Meni afv qilinglar. Xotirjam bo'linglar. Men bugun ishga boraman, dedi-da, opasi tayyorlab qo'ygan nashtalikning qishiga kelib, ishtiha bilan nashta qildi. Ondan ishga mangmoqchi bo'lib, eshikning oldiga berdi. Opasi uning keyindan kelib, uni o'ziga qaratib, peshonasiga yenik so'ydi. Ondan jinim bolam, o'zingni bundoq tashlab etmagin. Sendan asrab qoladi ekanmiz. Qayrig'inimizda biznimi oyg'in deb ko'zlarga yosh oldi. Bo'ldi qilinglar opasi. O'g'limizga ishininglar. U aqlli bola. Endi bizni asirtadigan ishni qilmaydi. Shundaqqa o'g'lim, dedi-da, Farhodning murisiga shaplaqlab qo'ydi dadisi. Farhod shu kundan boshlab imkon bor Gulnoziyani o'ylamaslikka tirishib, xizmatga o'zini texmi urib ishildi. Gulnoziya to'y qilgandan boshlab 1 yil ichida u o'zining tirishchanligi orqali maktab rahbarligining e'tirof qilishiga erishdi. Ham o'stirilgan nomzodlar qatoriga kirib bo'ldi. Mana ayni vaqtda shuncha qadrlagan muhabbatni bir chetga qo'yib etib, Farhodning shuncha nolalariga quloq solmay, boyvachchiga tegib olgan Gulnoziya bugungi kunda o'zidan muhabbat talab qilib turibdi. Farhod qanday qilish kerak? U endi Gulnoziyaning turmushini Gulnoziyaning o'ziga qo'yib berish kerak. Nemishqa boya uning bilan ko'rishganda maydonini qattiqroq qilmay, uni suyib yurdi ha? Bu to'limi axloqsizlik emasmi? Yo'q, Farhod. Endi bo'lganda bo'lsa-mu, Gulnoziyadan uzil-kesil munosabatini uzgin. Farhod shularni o'ylaganicha tamoqxonadan chiqib ketdi. Gulnoziya boya Farhodning o'ziga aytganlaridan bir xil ko'ngli g'ash bo'lib qoldi. Lekin shundaqdimi, agar men rostilla bu turmushdan voz kechib, uning qishiga borsam-mu, yanala meni qabul qiladi. U agar undoq bo'lmagan bo'lsa, u hozirgacha birasini topgan bo'ladi. Hozirgacha birasiga qarab baxmaganligining o'zi dal meni unutolmayotganligining ifodasi emasmi, deb o'ziga tasalli berib mangdi. U shunda xiyolini qilgach, uyning oldiga kelib qolganligini sezmayli qolgan edi. U eshikni ichish uchun sumkadan oshqushni olmoqchi bo'ldi-yu, ammo darhalla boyadan beri paraganda bo'lgan ko'nglini Sohirani chiqilish orqali xush qilmoqchi bo'lib, eshikni nihoyatda boshqina chekdi. U eshikni yana bir qatim yana shundoq anglanar-anglanmaslik chekdi.
eshik ochilmadi. O eshikni yana bir qatim yana shundoq anglanmas chekdi. Eshik ochilmadi. Hatto eshikdan Sohiraning biri tevishimi anglanmaydi. Gulnozga zaharxandalik bilan kuldi. Ondan eshikni xuddi yerib o'tadigandak ching-ching mushlashga boshladi. Bu vaqtda uyda buvisi Mahmud apandi bilan momisi Roila xonimning quchqida erkilib o'ltirgan Sohirani sakrab pastga tushdi-da, eshikni ochish uchun yugurdi. U eshikni ochishiga Gulnoziyaning sart varqirgan ovozi keldi. Dalta, nemish qilayotgan eding? Ishni shuncha cheksam ochay demaysan, ha? Birdan bo'lmasamla, sening mushunda qo'ylaring chiqadi, ha? Mavi qo'liqing bir yerga ketganmas sening. O shundoq deb uning qo'lqidan tortib tushganliginicha uyning o'ttirsiga akeldi. Gulnoziya Sohiraning adibini berish bilan bo'lib ketib, uyga xabar qilmayli kelgan Mahmud apandi bilan Rohila xonimni ko'rmagan edi. Nima qilyapsiz? Kichikina balaga mushunda qilish qanday ko'nglingiz o'nadi, ha sizni? Dedi Rohila xonim Gulnoziyaning vahshiyligiga va Sohiraning shuncha do'stiltishlariga bir eg'iz un chiqarmay turgan bechora turqqa qarab. Gulnoziya behli hodiqib ketdi, ham nima deyishimni bilolmay duduqlab ketdi. Men Appa xato tushunman. Men shu ishni shuncha cheksam oshmasa, shu jili bo'lib qoptaman. Xafa bo'lmang, appa. Roila xonim Gulnoziyaning cho'pcho'ng ikki odamni qo'rtib turib yolg'on so'zlayotganligiga ochig'i keldi. Shuncha cheksam dedingizmi? Siz nada ish cheksiz? Siz faqat ishni ajratib turgandek mushladingiz xolos. Sohira shu zaman ishni ochdi-ku. Ishni cheksam deb ketganini. Agar rostla ishni uzoq chekib, ishni ocholmagan holatda kichikina balaga shuncha qilish ketamdi. Acaba siz oshqish ervamaganmi? Nemishqa o'zingiz ichib kirmaysiz ishni? Men shu oshqish elvilishni unutib qoldim. Uning ustiga bugun kayfiyatim faqatli yaxshi emas. Shunga Sohira qizimga qattiq tegib qoldim. Xafa bo'lmang, appa. Menga qarang qizim. Siz degan cho'pchong odam. Kayfiyatingizning yaxshi bo'lish bo'lmasligini kichik bola tushunmaydi. Siz tug'ib boqmag'achqa balaning qanchalik ta'sir tug'ilib, qanchalik ta'sir cho'ng bo'ladiganligini bilmaysiz. U garchi bayashat oilaning qizi bo'lsa-mu, lekin ona mehriga bag'ri qonmagan bir yetim. Siz bu oilaga o'z roziligingiz bilan uningga opa bo'lib kelgan. Hisobsizmi uning opasi? Uning siz bilan munosabati yo'q odam bo'lgan taqdirdami yetim? Ojiz kishilarga istoshlik qilish, ularga qo'limizdan kelishi yaxshilik qilish bir aqalli ish-ku. Agar unchilik qilishga qo'limizdan kelmasa, bizning hayvondan nima farqimiz bo'lsin? Biz bir oila kishilari bo'lgandek-ki. Siz zodi nima demoqchi, appa? Meni odam emas demoqchimi? Men bu yetimga elimi qimig'inim qolmadi. Bu uyga kelgandan beri elimi bu uyning chaqirg'ili aylandim. Endi bo'lganda uningga 2 yil tarbiya ishlab qo'yganimga men odam emas hisoblab ketib boramdim. Ko'zinglarga sig'magan bo'lsam gapinglarni ochiq qilinglar. Men bu uyinglar turishga xushtar emas. Men gap qilmasam, sizlar meni gapi yo'q ko'rib qolmoqchimamsizlar. O'zining tuqqan onasini baldiriga qo'l tekizib qo'yadi-ku. Men o'gay bo'lg'ach shunda qilib o'tamsizlar. Roila xonimning gapining oyga chiqmasdilla. Gulnoziya uning gapining beliga tepibla uni silkishligiga turdi. Uning hozirgi turqi qandoqdir oliy ma'rif tarbiyasida ko'rgan yuqori sapoliq ziyolilarga faqatla o'xshamay qolgan edi. Uningga bayqi ko'ngil g'ashligini Sohiradan chiqarolmay qolmay, qiynonisidan Abdulla tanbih anglag'ini eg'ir kelgan edi. Og'zingizni yuming. Siz kimga gap qilayotganingizni bilamsiz? O degan sizning qiynoningiz. Aslida sizni xato turib, nimaga bunday ta'tirlik qilib chalvaqaysiz? Bu uyda turish tas kelgan bo'lsa, gapingizni ochiq qiling. Siz kimingizga qo'g'ir silyapsiz, ha? Sizni biz oliy maktabda o'qigan, tarbiya ko'rgan, kichik bolaga qanday muomala qilishni biladi, uyni qanday tutishni bildi deb sizni cho'ng ko'rgachga mav eshikdan otlay olgan. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa, kayfiyatingizni kontrol qilmay uyga kirib, hamma odamga nashtiringizni sanjamsiz? To'g'ri. Bola degan bir kunda cho'ng bo'lib qolmaydi. O'z ota-onasimi ba'zida qo'l tegizib qoladi.
Lekin sizga o'xshash bekardan-bekarli urib tillab yuradigan ish yo'q. Mahmud apandi Gulnoziyaning chekidan oshgan taturligidan ochig'i kelib, yerilib ketayli degan edi. Gulnoziya amdi gap qilsa ishning yo'g'inib ketishidan ansirab, hujra uyga chiqib ketdi. Mahmud apandi bilan Rahila xonim Gulnoziyaning orqasidan ochiq bilan qarab qo'yib, bir cheti shumshib turgan Sohirani quchqiga oldi. Ondan uning boya tortilgan quloqlarini silab suyib qo'ydi. Sohiraning quloqi xeyli ching so'zilg'achqa tutsili og'riyotdi. Söygen vaqtda o quloqini qochirdi. Jenim bolam, opang Mahiraning umri qisqa kep qoldi. Agar opang hayot bo'lgan bo'lsa, senmi birovlarning oldida buncha xor bo'lib yurmasding, ha? deb o'yladi Rahila xonim Sohiraga ich og'rib. Ular Sohiraning bu uyda ko'rgan kunlarini bilmaydi. Agar bilgan bo'lsa, qanchalik ich og'riqi tortib ketar bo'lg'aydi, ha? Gulnoziyaning bugungi qilganlari amaliyotda necha vaqtdan qilganlarining mingdan biri edi xolos. Gulnoziya insofiga kelguncha Sohira yana nima kunlarni ko'rdi, buni hech kim bilmaydi. Hey dunyo, hech bir farzandni o'z ota-onasidan ayirmag'aysan. Ahmad apandi ishdan tushib qaytib kelganda zal uyda dadisi, opsi ham Sohiraning turganligini ko'rdi, ammo Gulnoziya ko'rinmaydi. Ahmad apandi Gulnoziyani uyda yo'q o'xshaydi deb o'ylab, ularning qishig'i kelib ulardan hol ahvol so'rab o'tgandan keyin Sohiradan Gulnoziyani so'radi. Sohira momisi va buvisiga qaradi. Ahmad apandimning savoliga Rahila xonim javob berdi. Gulnoziya hujrasida aram elvatidi bolam. Biz seni kelsa, sen bilan bir ko'rishib etib ondan qaytayli deb o'ltirgan. Bizmi qaytayli bolam. Senmi herib qolgansan? Yaxshiroq aramag'in. Apa, bu nima degan ola? Men kelsammi sizlar ketamsizlar? Men texi kechlik tomoq yemadim. Gulnoziya o'xshitib bir tomoq qilsin. Kechlik tomoqni birga yeylik. Ondan men sizlarni opirib qo'yay. Aram bir kelganinglarda bundaq kesanglar qandaq bo'ladi? Shundaqmi qizim? Ular tomoq yeb ketsin, ha? Sizmi danga umoq qizim? Ahmad apandi shundaq dedi-da, kundalik odati bo'yicha Sohirani ko'tarib olib, ondan uning bosh ko'zlariga suyishga boshladi. Nemishqidir bugun Sohira ha deb beshini ilib qochib Ha, nim bo'ldi pistak? Meni ko'rganingiz kelmadimi? Qochib ketayotganni buni. Ahmad apandi shundaq deb texmi chang tutib oldi. Sohira bir yildan beri nimali kun ko'rsa boshqalarga aytmay kun kechgami, yanala dadisiga hech nima demadi. Rahila xonimmi, Mahmud apandimmi bu yosh er-xotinlarning orasida ziddiyat bo'lib qolmasin deb boyaqi ko'ngilsizliklarni aytib yurmadi. Faqat boya Sohiraning yiqilib tushib, quloq tarpining og'rib ketganligini, shunga dadisidan qochib ketayotganligini aytdi. Ahmad apandimmi shundaq bo'lib qolgan o'xshaydi deb ortiq o'ylab ketmadi. Ammo Gulnoziyaning texcha hujra uydan chiqmayotganligi uning diqqatini tortmay qolmadi. U Sohirani quchqidan tushirib, ikkinchi qavatga hujra uyga chiqdi. Gulnoziya olamdan bexabar uxlayotdi. Buni ko'rib, Ahmad apandining g'ujida xuyi tutdi. Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Mening opam dadamlar kunda kelib yurmasa-ya. Bir oyda bir qatim kelsa keladi. Bo'lmasa kelmaydigan tursa, Gulnoziyaning bu nima qilgani? Tamoq etmagan holatdami qishida hamra bo'lib o'tirish kerak-ku. deganlarni o'ylagan Ahmad apandi Gulnoziyani uyg'otdi. Ahmad apandini ko'rib, Gulnoziya cho'chib ketdi. Bu nima qiliq Gulnoziya? Dadam opamlar pastda o'ltirsa, siz bu yerda g'amingizda yo'q, uxlab ketibsiz-ku, dedi norozi bo'lgan qiyofatda. Kechiring Ahmad. Beshim bekla og'rib ketib, biroz yetvagan edim. O'zimni tuymayla uxlab qopdiman. Mana, men hozirla tushay. Gulnoziya shundoq deb Ahmad apandi bilan birga pastga tushdi. Ondan hech ish bo'lmagandek tomoq etay deb oshxona uy tarafga mangdi. Bo'ldi qizim, avara bo'lmang. Sizlarni avar qilg'imiz yo'q. Biz asta qaytib olaylik. Rahila xonimning bu gaplaridan Gulnoziya boyqi xopiliqlarni Ahmad apandiga demaganligini bilib yetdi va ular chandurmagandan keyin menmi chandurmay deb o'yladimi, yasalmalik bilan kulib turib shundoq dedi. Voy, appa dada, birdam o'ltiringlar.
Tamaq birdamda tayyor bo'ladi. Tamaq yeb menganglar. Bo'lmasa, bugun sirtqa chiqib tomoq yeylik. Gulnoziyaning bugun mijozi yo'q o'xshaydi. Sizlarmi bunda quruq ketsanglar, bir qismli bo'lib qoldi ekanmiz. Shundoq bo'lsin, ha? Ahmad apandi shundoq dedi-da, Sahiraning usti boshlarini almashtirib taqqaldi. Tomoq yeyish jarayonida onda-munda Ahmad apandi bilan Mahmud apandi Ahmad apandining ishlari to'g'risida paranglashgandi. Raila xonimning pat-patla Sahirani erkiltib tomoqlarni yegizib qo'yganini hisobga olmaganda ortiqcha paranglarma bo'linmadi. Xo'shlashadigan chaqda Mahmud apandi Ahmad apandiga har qancha aldirash bo'lsa-mu Sahiraga ko'proq ko'ngil bo'lib turishni aytdi. Ondan lappada qilib Gulnoziyaga qarab qo'ydi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 11 qismini anlatdik.